شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما. Ben bugün taravihimiz hakkında to'xtalayman. Çünkü taravihimizni o'qiymiz. Bunun hükmünü bilmey, faziletini bilmey, o'sha ustozlar masjidga chiqib oladi, bir boshqacha o'qib oladi, yarim kechada tugitadi. Bunda ibodat qilmaymiz deb, bunun hükmünü, faziletini bilmey, ibodat qilgan ahvolga chiqdi. Shunga ala bayyina, qanday ibodatni qilsak, bunun hükmünü, faziletini, dalillerini bilib qilsak, shunchaki qizg'in, huzurli, savobi ko'p, ixloslanlik bilan qilinadi. Shunga taravih namozi qanday namoz? Allah subhanahu va taala biz bandalarga qilgan iltifotining jumlasidan hayotimizda ibodatlarimizni zamonlar chechib taat mavsumlarini qilib bergan. Biz tug'ilib mush dunyoga kelgandan tortib ta qabrga kirganga qadar bir safarga chiqqan odam mushadan Anqaraga mangadan cho'qib mashinasiga yo'l ketib berib benzin qachlab bo'ladi. Yo'l mangayversa tugab qoladi. Shunga o'xshash bizning safarimizda ashunda mayqachlash punktlariga borgan vaqtida mayqachlab mangandek imonimiz ojizlab qolgan vaqtida ruhimiz tushib qolgan vaqtida irodamiz ilmlashib qolgan vaqtida shunda ibodatlarni qilish orqali shunda mavsumlarda shunda uzuq qilish orqali oxiratdagi safarimiz mukammal davomli bo'ladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo har yilda Ramazonni farz qildi. Kunda 5 vaqt namozni bir qatimda emas, 5 vaqt bilib turdi. Uningda boshqa ibodatlarni vaqti qilishga belgiladi. Yana shuningdek Alloh subhanahu va taoloning bizga qilgan iltifotining qatoridan hasanatlar sharaf o'rinlarda ziyoda bo'ladi. Makka Madinada, Baytul Muqaddasda o'qilgan namoz ziyoda bo'lgandek. Shuningga o'xshash hasanatlar, fazilatli zamonlar ziyoda bo'ladi. Juma kunlari ashhurul hurum Allah Taala urushda harom qilgan oylar Ramazon oylariga o'xshash bu oylarda qilgan, bu zamonlarda qilgan ibodatlarimiz uchun haslab Alloh subhanahu va taolo 10 dan 700gacha ta o'zi xohlagan qadarcha ortib turdi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning bizga qilgan iltifotlari. Endi taravih namozini Payg'ambar alayhisolatu vassalam Madinada o'qigan masjidda. Ramazonda o'qigandan keyin sahobalar Janob Rasulullohning namoz o'qiganligini anglab bir ish bilan Rasulullohga iqtido qilib namoz o'qigan va choy ichganlar gap qilmay ichinglar. Janob Rasulullohning namoz o'qiganligini ko'rib iqtido qilib namoz o'qidi. Ertasi Rasululloh namoz o'qitdi deb anglabchi yana bir to'kib kishilar Rasulullohga iqtido qilib namoz o'qidi. O'g'ini tun masjid qo'shib ketdi. To'rtinchi kuni Payg'ambar alayhisolatu vassalam qolsa masjid qo'shib ketgan, sahobalar qarab turgan. Hammamiz bilamiz Rasulullohning hujrasi, uylari masjidning atrofida edi. Mayada Aisha radhiyallohu anhaning uning biqinda, Savda xonimning uning biqinda, Hafs xonimning uning biqinda, Zaynab xonimning o'shda hujralari masjidning biqinda edi. Janob Rasululloh shunda partin ko'tarib qolsa, butun sahobalar Janob Rasulullohni kutib turgan. Hatta Janob Rasululloh uxlab qolgan o'xshaydi deb qilishib, o'tilab Rasululloh bir uxlab qolgan bo'lsa, bizning yig'ilganligimizni anglab chiqarmikan deb o'tilab qolgan. Ama Rasulullah çıkmagan sahabeler hatta
Aş bomdatda azan çıkıdığan vakit saklagan Cenab-ı Resulullah şu vakti çıktı. Çıkıp namazı okuduğundan keyin keçiden senin bu yerde toplanganlıkla men mahfiy qilmadim. Hepimiz bilib turdim. Ammo men bir ishni qilib, ummatim uni qilib, andakin ummatimga bu ish tarzulab qilib, ummatim buni ijro qilolmasligi deb ansirab sizga rahim qilib chiqmadim. Chunki o vaqtda vahiy nozil bo'layotgan. Vahiy shu vaqtda yana bir hukm bilan ummatga qiyamda turish, tahajjud o'qish, tarovih o'qish tarzulab qolsa, ba'zi ummatim ijro qilinmay qolarmikin deb Payg'ambar alayhissalatu vassalam 3-4 kundan keyin chiqdilar. Aisha radhiyallohu anha bayon qilgan hadisda kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih makhafata an tufrada alayhim degan mazmunda hadis bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bir ishni qilishni shunday yaxshi ko'rdi. Ammo ummatimga farzulab qolarni o'sha ish bana hammadan erishib qilib deb ummatimga farzulab qilishdan ansirab Janob Rasululloh o'z yaxshi ko'rgan mush amalni uchun ba'zi vaqtda tark etdi. Bu Janob Rasulullohning bizga bo'lgan mehribonligi, shafqatining jumlasidir. Endi Janob Rasululloh vafot bo'ldi. Vafot bo'lishning oldida yana Janob Rasululloh jamoat qilib o'qimagandan keyin sahobalar uylarida, masjidda ayad bir ishkedan bir odamga iqtido qilib, masjiddan bo'ladi bir odam 3-4 odamga bir odam 3-4 odam bir odamga iqtido qilib, bunda namoz o'qib davomlashdi. Janob Rasululloh vafot bo'ldi, shunda davomlashdi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning xilofatida bu shunda davomlashdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kun chiqsa, masjidda qolsa, bayat bir to'pada namoz o'qigan, ayat bir to'pada namoz o'qigan. Janob Hazrat Umar radhiyallohu anhu mushlarning hammasini bir qariga to'plasa, bular bir qarimda iqtido qilib namoz o'qisa yaxshi bo'lmasmidi deb Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuni sen imom bo'l deb butun jamoatni mushlarga iqtido qilinglar dedi. Shu vaqtdan tortib andikin iqtido qilib o'qidi. Ertasi chiqib qolsa Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu namoz o'qiyotgan. Bütün sahabeler onun iqtido qilib turganligini ko'rib, ni'matul bid'atu hadihi. Cenab-ı Resulullah qilmagan, Abu Bakr radhiyallohu anhu qilmagan. Ammo mening davrimda paydo bo'lgan bu ish ajab go'zal ish ekan. Lug'at tarafdan, yengil paydo bo'lganlik tarafdan bid'at desammi, shariatning ro'yiga asosan bir turkum kishilar mayada bir jamoat bo'lib, bir turkum kishilar ayada jamoat bo'lib namoz o'qigandan bir imomga jamoat bo'lib iqtido qilib o'qigani ajab go'zal ishkan. Islomning ruhiga ajab bir moslashgan ishkan bu degan. Shu vaqtdan tortib ta bugunga qadar musulmonlar uchun masjidlarda jamoat bo'lib, qorimlar Qur'onni qalbidan o'qib, mushu shaklda kelgan. Endi nima uchun tarovih namozi deb ataldi desa, tarovih degan hammamiz bilamiz yoki o'qiganlar bilamiz, tarbiyaning ko'pligi. Tarbiya degan rohatlanish, huzur elish degan gap. Ya'ni har 4 rakatdan keyin 2 qatim salom berib, bir tasbihdan keyin o'ltirib ba'zanlar tavob qildi ekan, Ka'bada bo'lsa. Ba'zanlar u orliqqa imom aram oldi ekan, qo'pib nafil namoz o'qiydigan ishlar bo'ladi ekan. Ba'zanlar tasbih aytgan ishlar bo'ladi ekan. Shuna buni uchun oldirmay o'qiydigan her bir tasbihdan keyin o'ltirib ya tasbih aytib, ya istig'for aytib, yoki xalq odam namoz o'qib, yoki tahoratini yanglab oldirmay yana imom iqtido qilib o'qiydigan namoz o'qib bo'lg'ashqa. Bu tarafdan tarovih deb atalgan bo'lsa, imomga iqtido qilib o'qigandan keyin oldirash yo'q, imom uzun qiyamda turib o'qigandan keyin namozning ichida rohatlanib, Qur'onning huzurini olib o'qiydigan namoz deganlik tarafdan tarovih namozi degan. Shu Payg'ambar alayhissalatu vassalam Bilalni ya Bilal aqimis solah va arihna biha. Bilal o'rnidan qo'pib namozni takbir o'qigan, bizni namoz bilan huzurlantirgan. Janob Rasululloh g'amkin bo'lib qolsa, bir ish beshig'i kelib qolsa, yaqin kunlar kelsa, faza'ahu ila solah, darhol namoz o'qib ketadi. Haqiqiy muttaqi banda Alloh bilan munojotlashgan vaqtida, namoz o'qigan vaqtida qachon salom berib namozni o'qitolani emas,
uzun qiyamda turib, uzun ruku qilib, uzun sajda qilib, Allah subhanahu va taolo uchun munojatlashib, dardlarini aytib, undan rohat oladi. Bu tarafdan uchun tarovih namozi deb atalgan. Hukmi deymi? Tarovih namozining desa, hukmi sunna muakkada. Erlar bo'lsin, ayollar bo'lsin, hammalarga o'xshash. Namoz o'qish imkoniyati bo'lgan vaqtida ayollar chiqib, ayrim masjidda yoki ayrim jamoat ulab yoki shu jamoat iqtido qilib imkoniyat bo'lsa, ayollar o'qishi erlarga ikkilisiga sunna muakkada, ta'kidlangan sunnat. Janob Rasululloh o'qigan, ummatimga farz bo'lib qolamiki deb o'qimagan. Keyin sahobalar tashlamay o'qigan, Umar radhiyallohu anhu uchun sahobalarni Ubay ibn Ka'b to'plaganning yoqi ta bugunga qadar o'qilib kelgan, tark etilmagan namoz. Shunga hukmi sunna muakkada. Endi rakatlar qancha rakat? Islom ummatini jiq ixtilof qilgan masalalarning biri. O'zi sunnat bo'lsa-mu, musulmonlar har Ramazonda, har yili davomli o'qib kelgan ibodat bo'lgan bo'lg'ashqa, ba'zanlar Janob Rasululloh Ramazonda va Ramazonning boshqasida 11 rakatdan ortiq namoz o'qimagan degan Aisha radhiyallohu anhaning hadisiga ergishib 8 rakat o'qiymiz, 3 rakat vitr o'qiymiz, shuning bilan bu tamom bo'ladi deb qaragan. Bir turkum kishilar Janob Rasululloh to'g'ri, shu sahih hadis, muttafaqun alayhi hadis, Buxoriy Muslimda bor. Janob Rasulullohning Ramazonning sirtida 11 rakat namoz o'qimaganligi, mushunda o'qishingiz vojib, buningdan ziyoda qilsangiz bo'lmaydi deganlik emas. Bir qoida bor. Va fi an-nafli va fi an-nawafil at-tawassu' degan qoida. Nafli ibodatlarda kengchilik bor. Nafli ibodat degan inson qanchalik ko'p qila olsa, ko'p qilib o'zining zapas hasanatini ko'paytiradigan ibodat. Ko'p qilgan sari u orqali Alloh taologa yaqinlashadigan ibodat. Endi haramda, ichki haramda, Hazrat Umarning davridan tortib ta yaqinga qadar o'tgan yil qadar 20 rakat o'qilib kelgan. Madinada Imom Malikning davrida 36 rakat o'qilgan. Nima ish 36 rakat o'qigan? Biza Imom Malik Makkada o'qiganlar har bir tasbihdan keyin tavob qiladi ekan, 7 qatim tavob qiladi, yana bir tasbih o'qiydi ekan. Endi Madinada ular Ka'ba bo'lgan degan tavob qiladigan. Biz bir tasbih o'qiylik 4 rakat imom bilan. Imom salom bergandan keyin biz 4 rakat ham nafl o'qiylik. Uningdan keyin yana imom bilan o'qiylik. Arloqda bunda yana qo'shib o'qiylik, bunda o'qib, Makkaliklar olgan savobni uchun o'xshash olinadi deb Imom Malik rahmatullohi alayhi Madinada 36 rakat o'qigan. Shunga hikmatli bir javob Afrikada bir masjidda ixtiloflashib ketgan. 20 rakat o'qib kelganlarning qishig'a yig'dim maydasini anglab qolgan, asoratlikdek shaqqiq bilib olib, men ajdodlarim bilmay qolgan, men bilganman deydigandan birisi, o tarovih deganda 8 rakat o'qiymiz deb chiqib ketgan. Ko'rdilar, yo'q bu 20 rakat o'qiymiz. Ustozlarimizdan, ota-bobolarimizdan mushunda biz meros olib unda o'qib keldik. Biz buni unda 20 rakat o'qiymiz. Ya Rasululloh 8 rakat o'qigan, 8 rakat o'qiymiz deb ixtiloflashib ketgan. Shuningdek bir olimning qashirlari qanday qilamiz imom bunda ixtilof bo'lib qoldi desa, qanday ixlos bilan o'qib, vitrlarni o'qib, masjidning darvozasini taqib kirib uxlanglar, bomda qo'panglar. Nima ishqa desa, musulmonlarning birligi farz. Vitrning tarovihning hukmi sunnat. Sunnat muhimmi, farz muhimmi desa, farz muhimdir. Undan olsa bir misolni bilan 8 o'qiymiz, 20 o'qiymiz deb talashtirib, qalbingizni zidilab, adovatlashib, bir misolga salomlashmaydigan bo'lib, bunda qilib nafl namozni o'qiymi degicha Payg'ambar alayhisalom xiftar namozini jamoat bilan o'qisa, ondan keyin bomdod namozini jamoat bilan o'qigan odam kecha-kech qiyomat to'g'andek bo'ladi degan, sizlar unda ziddiyatlashmay, darvozani taqab qo'yib, masjiddan keyin o'yga kirib bomdod o'qsan bo'ladi. Bomdod chiqib ketadi. Demak, tarovihni
20 rekat okugan, 36 rekat okugan, 3 rekat vitr bilan 39 rekat okugan, 21 rekat okugan, 13 rekat okugan, 11 rekat okugan, hammasının bor delili. Buni bizning salaflarimiz, ulamolarimiz bu ixtilofni tugatmagan. Biz zamonning oxirida kelib shaqqida mikrofonni qo'l qiliblar. Hammasi bakakap manda o'qiymiz deganlik bilan cho'tib qolmaydi. Chunki kitobga yozilib, hammadan huquqliq ilmni bir odamlar olmaydi. Hammadan oladi. Voy siz bunday degan bilan mayada bakan deydi, sizlar degan bilan ayol bakan deydi. Bu tugamaydi. Shuning uchun qanday bir odam haramga berib iqtido qilgan bo'lsa, ayna qilamiz bu hech kim imom bilan nima ish qilyapsa, peshidan tartib qilmaydi-ku. Neçe rekat okusa şunun iqtido keladi. Ama haramda mayakaga vaqt tushur. Va peshimizni tartib oldi. Voy nima siz haramdagina o'qimaysiz axir? Haramda 8 rekat o'qidik, maya 20 rekat o'qiyotganmiz bu bunday ish yo'q. Bu nafli ibodat. Bir davlatda bir jamoat 20 rekat o'qigan bo'lsa, buning qashnosi olsangiz 20 rekat o'qiysiz. Bu mu bor deydi. Bir davlatga berib siz safar qilsiz, u yerda 18 rekat o'qiydigan bo'lsa, 8 rekat o'qib, 3 rekat bilan jo'n vitrni o'qib, qaytisiz gap qilmaysiz, og'zingizni yumasiz. 20 rekat o'qiydi bizning shunda. Sizninkini kab o'qiydi ekan, 12 rekatning savobidan mahrum qolgan o'xshaysizlar demaydi. Shunga nafli ibodatni qancha jiqqizsak, bir odam 40 rekat o'qibdi. Mayli o'qisa bo'ladi. 50 rekat o'qisa bo'ladi, uyga qolmaydi 20 rekat o'qiydi. Ammo Rasululloh manda o'qigan desmaydi. Rasululloh manda o'qing degan yoki manda o'qigan desmaydi. Rasululloh mutlaq nafli ibodat qilish buyurgan. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hadis qudusida benden bana nafli ibadetlerini ko'p qilishini, yaqinlashini ben onu yaxshi ko'rib qolaman. Ben onu yaxshi ko'rgan vaqtda onun qo'li, puti, ko'zulman. Shu nafli ibodatni qancha qilsak bo'ladi. Ammo Rasululloh qiling ya qildi degan gap bo'lmasa, Rasululloh qildi demay turib qilsak bo'ladi. Oxirisida unda olsa salat taravihda nima qiladi, qanday Qur'on o'qiydi desa, ulamolar jamoatning ahvoliga qarab o'qisin dedi. Biz qaroqqa vaqtida vatanda 10 par o'qiydik. 10 parini ajgimi qarini yig'ib qilib, yarim pardan 3 varaqdan 4 varaqdan gulishab o'qiydik. Bir masjidda 3 kunda xatma qilib bo'lib, yana bir endiki masjidga keldik. 4-5 shayxning kaynidan 20-30 talib bolalar ma 3 kunda ma masjidda, undan keyin yana 3 kunda yana masjidda, ashunda qilib har masjidda 3 kundan tamom qilib o'qigan. 10 par. Ashular bizning ajdodlarimiz. Ashular dehqon, jiqillarimiz dehqon musharik. Mening vatanimim dehqon ekan. Kunduzi omurdi. Kipastiriti, dehqonchilik qilibdi. Yani şu akşamısı mıhlap qo'ygan qo'ziqdek o'ltirib qilmay turib, imom o'ltamiz o'ltamaydi, imom mehrobdan qaytmaydi. Shunda o'qib tarovihni o'tkazib ajdodning avlodlarimiz. Shunga jamoatningki holiga qarta o'qish bo'ladi deydi. Bir turk ma'lumlar eng oz Ramazonda bir xatma qilish mustahab. Qur'onda nima bor? Qanday ahkomlar bor? Allah Teala kimga xitob qildi, nima deb xitob qildi? Buni uchun musulmonlar beshidan ko'chirishi, bir qatim anglish uchun har masjidda bir qatim tamom qilinishi mustahab. Ammo taqat qilinmaydigan yeshchon, kasal, aldirango, tijoratchilar bunda yagirib qolsa, bir qatim xatma qilish mustahab deb ularni haraj qilib qo'ygan ish bo'lmaydi degan. Shunga eng oz bir qatim xatma qilinishi mustahab degandek. Hem Ramazan bo'lmagan bo'lsa, nurg'un qariuvchi Qur'on o'qib qolgan bo'ladi. Ramazon kelganlik uchun bu xatolik qildi. Yil bo'yi Qur'on o'qimay Ramazonda ishga qolgan vaqtda Qur'on qo'llanib, Qur'onni qo'lg'arib shunda takror qilib o'qib ketgan kerak. O'qmayib ketmay imomning oldida. Shu Ramazon bo'lmasa, nurg'un qarin o'qib qoladi. Amaliyotda bu qarinlar kunda bir paridan aqsatmay Qur'on o'qisanglar, Ramazonda unda jaza ketish uchun ehtiyoj yo'q. Kunda bir para qarinlar, kunda bir para o'qinglar, kunda bir para. Yilda 12 para o'qib qo'ysanglar, bir qatim pishirib o'tgandan yaxshi zaten.
Aşında okusanlar Ramazan'da onda bek ciddi tekrar kılışık çok ihtiyaç yok. Biri Kur'an bilen devamlı yaşaman olursa ikinci de Kur'an'ı unutup kalmayısılar. Şunun karınla Ramazan tuzgenlikten keyin mi ben Ramazan'da ya keçi teheccüdden ya düşmanlıkında kılanmasam mı ondan tekin oturup şimdi bir bari Kur'an okuyayım. Gündüz okuyamasam akşamısı uğraştırmıyorum bir bari okuşumuzdan gözeyip durmaya deyiş gerek. Hem de şuna bazı selefler degen aşında 200 ayet okuydu bir reketke. Kaçan kayıttılar dese imam salam verip öyge kelsek bunda kep kalaniki dep aldırıp kurtun ballığa zorluk tisteyalığına soğurlukla tisteyalığına dep kalıtıp ayırıp kalsak asığı taynıp durdu 200 ayetli bir reket okuydu sahabi tabi'andan gidiyor. Aşında okuydu. Ejderlerimiz Kur'an ayında yeri derken. Hem de yan bir mühim mesele köpüncü vaktıda Muşunda 20 rekat okuyulgan mescitte mi 8 rekatta okuyalım lan çok yine ışık gitti de çıktı Allah'a. Men qama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbi diyen hadis var. Peygamber Aleyhisselam. Bir adam Ramazan'da kıyam tutursa Allah iman edip savabını ümit tutup kıyam tutursa bu adamın ilgili günahlarının hepsi mağfiret oldu. Yan bir hadiste innel kavme idâ sallav ma'al imâmi hattâ yansarife kutibe lehum kıyamu tilkel leyleh. Bir cemaat imam bilen billa namaz tutursa aş imam kaytıp ketmek için billa okusa imam mihrabdan çıkıp ketken vaktini billa kesse bulağa şu keçide keçe hiç kıyam tutuğanın sevabı buldu. Biz hepimiz akıllık insanlar. Bular bu dünyanın işlerini kelgen vaktida çok pek akıllık. Hiç kanda fırsatlı qo'ldan bermaymiz. Hiç kanda mevsumda qo'ldan bermaymiz. Oy palani yer manda payda varken palanın oldu manda payda varken dese şu mal ne şu zaman makan ne şu qo'ldan bermaymiz. Ama ahiretten işler çok. Muşin taat ibadetten sonra çok. Tesbihatun fi Ramazan ke-elfi tesbihatin fi gayrihi deydi. Bazı alimler. Ramazan'da eytkan bir tesbih, Ramazan'ın sırtında eytkan 1000 tesbih tutildi. Bu hepimizi bizim hasanatlarımızı ziyaret kılgan işler. Biz dünyanın işleri karşında akıllı kılıp kemal bilmiyoruz ya, ahiret biz için ondan mühim emas mı? İnsanlar dünyada iş kılılıdır. Tüccar-ı dünya ve tüccar-ı ahiret. Dünyayı resmi saldıqanlar ve ahiretki resmi saldıqanlar. Dünyayı resmi saldıqanlar yukarı degende bek akıllı. Tordunu araştırdı, telefonu, dükkanını oç yerden tallaydı, mallarını oç tüzüdü, her tarafta akbarat alıdı, istihbarat kıldı, andikinci ticaret kıldı. Ama dinin ışığı kega vakti çok. Adamızı koydum yitidu. Rus tuttum yitidu. De Allah Teala bizi köstegen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi köstegen. Nurgun ameller var. Bunun salqaraydigan iş var. Şuna Ramazan'da bir adam uzrap ketken bo'lishi mumkin. Ramazan'da bir adam gunohidan tövbe qilmagan bo'lsa, Ramazanning sirti tövbe qilmaydi jamoatimiz. Ramazan'da bir adamning gunohi mag'firat bo'lmagan bo'lsa, Ramazanning sirtida mag'firat bo'lishi bektar. Chunki bu Ramazan'da do'zaxning darvozalari taqalgan. Jannatning darvozalari ochilgan. Hatto ba'zi rivoyatlarda osmonning ishki ichilib ketgan. Şeytanın haddidan aşqanları, insanlarını azdırdıgan mahirleri taqaqseldi ularga, kişenseldidir. Periştine ya bag'iyal hayri aqbil, yaxshilik irada qilgan odam kelamaya keldi chaqirib. Va ya bag'iyash sharri adbir, yomonlik irada qilgan kaskesh nerikat bilan qashimdan deb duo qildi. Ramazondan bir mushunda fursatlar bor. Aslında fırsat durup günahı mağfiret olmuş için Ramazan'ın sırtıda ders. Şuna ahirde bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anladık. Minberge çıktı. Amin, amin, amin dedi.
minberden düşkendeki sahabe da sordu ya Resulallah bu amiden 3 kıtım dilli o degendeki. Hazır Cibril kelip minberge çıkışımga. Bir adam Ramazan'a sak salamet ulaşkan bolsa, Ramazan'da ba faziletli kolgu keltirip günahının mağfiratiga erişemegen bolsa, bunda adam harulap kessin depti. Amin dedim dedi men Cibril'nin amin dedim. Yani Ramazan'da şunda faziletler, şunda yaxşılıklar, muhitlar, veznesihatlar hemmini estirip, yanı gaflette, yanı günahı mağfiret olmayı bu şunda kağa adam şu, bu adam harulap kessin, amin der depti men amin dedim. İkincisi şu desem, senin ismin bir adamın kaçıda zikir kılınsa, Muhammed, Peygamber, Resulullah, digendek Resulullah'ın bir ismi şu Ebul Qasim, bir ismi kuniyetleri zikir kılınsa, sallallahu aleyhi ve sellem'den duru tokumagan bolsa, bunda adamı harulap kessin, amin digendek değil mi? Amin digendek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü bir adamın kaşıda, radisi, anısı, ya ikisinin biri, yeni de bakken atanısı, şunun duayını elip, onun hizmetini kılıp, onun kolunu elip, duasını elip, günahının mağfiretini kolunu keltirmegen bolsa, bunda adam harulap kessin, amin degen dep değil mi? Amin degen. Şuna bu Ramazan günahlar mağfiret olunlar. Bunu Allah Teala'nın nurgun insanların gädenlerini de azap kılıdığın, muşunda merhametlik bir mevsim bu. Peygamber aleyhissalatu vesselam inne li rabbikum fi eyyami dehrikum lenefahat ala feta'arradu leha. Senin perverdigarının senin zamanında nurgun merhametleri berketleri var. Sen onun için kolu keltirinler. Belki size Allah Teala'nın bir merhametini kolu keltirip mengu baksız olmasını mümkündür. Kim bilir o? Kaz ibadette, kaz tesbihte, kaz secdede, kaz duada, kaz tilavetul Kur'an'da Allah Teala'nın merhamet kanunu var. Hatta bilemiz. Bunu bilmeyiniz. Şunun için Allah Teala'nın merhametini kolu keltiriyor şu. Devamlı ibadette, tilavetul Kur'an bilen, zikri bilen, secdede bilen, rukuda bilen, nefli ibadetler bilen, nasihatler bilen, başkalarına hayri ihsan kılışlar bilen ötüşümüzge doğru gelir. Allah subhanahu ve teala hemimizni muşu Ramazan'ın faziletini bilip ganimet alıdığan muttaki bendilerden kılsın. Allah subhanahu ve teala Ramazan çıkışta burun hemmelerinin günahını mağfiret kılsın. Allah subhanahu ve teala hemimizni Leyletul Kadri kitişini muvaffak kılsın. Allah subhanahu ve teala Ramazan'ın takvalık bilen çıkıdığan muttaki bendilerden katarını kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما